Ребят, сейчас смотрю, все заказывают цветы, все говорят, извините, а можно завтра? Assalomu alaykum hammaga. Xullas, 7-mart shunaqa tugadi. Ularning zakazini olib, ertalab turib darsga otlandim. Darsda uxlab qolay deb zo'rg'a o'tirdim. Ishni ko'ringlar. Break payti koridorda u yoqdan bu yoqqa rosa ham yurdim. Uyqum ochilib ketar, lekin uyqum ochilmaganini ko'rib turganinglarda uyqusirab turaman. Univerimda mendan boshqa hech kim yo'q edi. Uyga bitta o'zim qaytib keldim. Qaranglar bo'shligini. Darsim tugab, ishimgacha 3 soat vaqtim bor edi. 3 soat ichida gullarni tayyorlab, yo'lga otlanib, zakazlarni yetkazib bordim. Va nihoyat ishimni tugatib, ozodlik qo'shig'ini aytib, ko'chada aylanib yurdim. Metroga tushib uyga ketdimi yoki bo'lmasam sohilga boraymi deb o'ylandim. Ko'rib turganinglardek sohilga yo'l oldim. Yashil odamcha yurishi bilan men ham yo'lga tushdim. Vashe chiroyli. Nega xayr qildim deb yurishni boshladim. Sohilda mazza qildim. Juda ham tinch va osoyishta. Faqatgina dengiz shovqini eshitilib turardi. Uyga bu gal metroda emas, avtobusda qaytdim. Yo'lda uxlab qolibdi avtobusda deb o'ylamanglar. Keyin turdim-da, o'zim kerakli basda tushdim-da, uyga yetib oldim. Sizlarga esa xayr, podpiska bosib qo'yinglar.